Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Horror o'yin ishidavandalari O'zbekona horror kanaliga xush kelibsizlar. Biz bugungi videoda Creepy Night Freddy's 2 horror o'yini o'ynab maza qilib qo'rqitishga harakat qilamiz. Bu maqsadlarni men ko'p kutdim. Bugungi videoni boshlayman. To'g'risini aytaman, men bu o'yinni oldin o'ynab ko'rmaganman. İşimizni o'zgartiramiz. Stansiya частью семьи. Asha oilaning naqasidan bo'ling deyapti. Привет. Это твой первый микрофон здесь, так? Что ж, поздравляю. Добро пожаловать в проект Паспорт Entertainment. Любимое место детей и взрослых. Меня попросили записать сообщение для тебя, чтобы помочь тебе здесь обустроить, рассказать, что как. Хочу сразу сказать, сидел у себя в офисе. Да, знаю. Отделить 6 часов на одном месте задача непростая, но если что-то произойдет не в офисе, то все время нужно свалить тебя. Ты ведь хочешь этого, правда? Так. Ты уже, наверное, знаешь немного об этом заведении, раз уж ушел сюда работать. Начнем с того, что она открылась 1 мая 1983 года и с тех пор является одним из наиболее посещаемых мест в городе. Главная особенность является аниматроники. Они нравятся детям и нравятся взрослым. Они могут давать концерты, играть с детьми и просто наполнять заведение веселой атмосферой. Это круто. Тем не менее, у них одна особенность. Они активны не только днем, но и ночью. Это немного похоже на старых охранников, но, как правило, они отлично справлялись со своей работой и получали свою отдельную зарплату. Каких-либо других жалоб от них не поступало. Ну, разве что на затекшую спину. Так что просто помни о том, что некоторые аниматроники могут нуждать по ночам. Теперь насчет того, чем ты можешь пользоваться в свою ночную смену. У тебя есть камера, через которую ты можешь наблюдать движение аниматроников, ну или воришек, если вы уйдут. Еще у тебя есть возможность пользоваться вспышкой на камеру и освещать коридор перед своим офисом. Ты можешь использовать это против аниматроников, если посчитаешь нужным. У них чувствительные сенсоры, из-за этого яркие вспышки света приводят к кратковременному замыканию. Не беспокойся, это им никак не навредит. Только помни, что ты не сможешь злоупотреблять этим. Администрация не собирается тратить деньги на лишнюю электроэнергию, поэтому используй эту энергию с умом. Кстати, знал, что новые аниматроники могут сканировать лица и связь с базами данных полиции? Это иногда помогает решением инцидентов. Круто, правда? Ладно, если что, доброй ночи. Hop, salom. Birinchi ish kuning bilan tabriklayman. Sani animatroniklar, ya'ni robotlar puylash mumkin. Shuning uchun kameradan qarab turishing kerak bo'ladi deydi. O'shin juda ham oson deb aytmayman deydi. Shu robotlar meni qo'lim tegib ketdi. Hop. Animatroniklarga esa taqib olish kerak. Vuy ko'rdilarmi? Yo'qsa uy ana. Yo'q, bu berkinish ekan. Xo'p, hozircha o'yin yaxshi. Like bosib qo'yinglar do'stlar. Men ChatGPTdan so'rab keyin bu horror o'yinni o'rnatib oldim. Hozircha yaxshi hammasi. Батюшки моё, тан-тара-тара-тара. Hozircha eshitib sezmayapman. Mana turganda nimani ustidan bittasi kiyib olyapti hozir. Aytdim-ku, mana ustida o'qib qoldi endi.
Batsushki payu tuturu dedim. O'sha hayot o'zimizda bir qo'rquv dunyoga egamiz. Kimdir kelyapti. Ko'rdilarmi, kimdir kelyapti? Yo'q, ko'zimga ko'rinibdi. Batsushki mayu tuturu. Bittasi yo'qib qoldi. Bittasi yo'qib qolibdi. Sizlar batta 3 ta turadi. To'g'rimi 3 ta turadi? Kommentariyada yozib qoldiringlar, nechta turadi? Adashmasam 3 ta turadi. Shuning uchun aqaba qarab turmasa, ana ketib qoladi. Yo'q, harakatlanyapti. Yo'q. Voy do'stlar. Burada 3 ta turadi-da boya, shuning uchun spichka qo'ydim. Bosh kiyimni kiyib tura olayotgan masjidda. Chunki ana boya ikkitasi ko'rdilaring do'stlar nima qilganini. Chiqib ketdi. Kamera o'rnashtirib olamiz. Boy chiq. Ikkitasi yo'qib qoldi. Yo'q degan. Bekinib turaveraya, ikkitasi chiqib ketdi. Nafas olmay tur, nafasini shamolda chirsin. Kimdir kelyapti-da, cho'ta. Просто tak do'stlar like bosib qo'yilishni xo'roylar. Zo'ra toplanman bu yerda. Bo'lmasam topish qiyin bo'lardi o'zi. ChatGPT'dan so'rasam Granny'larda deydi, men xo'roy. Ularni o'ynaganman. Menga eng qo'rqinchlilarini yozib bersam, yana Granny qo'shib aytgan. Men bu hamma o'ylayni o'ynaganman, umuman qo'rqinchli bas o'tsam, yana ham darajasini oshiramiz deb boshqa o'yinlar topib beryapti. Screamer bor degani uchun men o'rnatib oldim. Hop. To'g'ri, mehmonlardan ham keladi-da, bular shuning uchun. Chiq. Что за не то, что-то не то. Что-то не то.
Manbayıq nimaga joydan qo'zg'almayapti? Uy. Bekin endi onani kelyapti. Ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmisiz? Hozir ko'k narsa ko'rdim mana shu yerda. Pastini shamolga tushirsan. Ana turibdi. Bosh kiyimini. 5 olta 700 deydi birinchi kunda. Yutib oldi, dedi. No, birinchisi olmadi. Aytgandi ChatGPT kundan kunga qiyin bo'lib boradi degandi. Ko'ramiz. Привет. Это второй день работы здесь. Точнее, вторая ночь. Надеюсь, Bu seni ikkinchi kuning. Sen albatta endi ikkinchi kuning yaxshi ishlayapsan, bunaqa qilyapsan deb gapirishini mana shunda kuzatib turamiz. Boshqa narsa chunki joydan jilmayapti-da, do'stlar. Shuning uchun ham men mana shularni kuzatib turmoqchiman. Xo'p. Закрыть камеры. Его зовут Марков. Она сделана в виде конструктора. То есть дети будут ее собирать, разбирать и пересобирать. Раньше она была связана с полицией, но дети уже успели ее yo'q решить qoldi o'tgan safar. Mana bu ayiq umuman Но на этом можно закончить новую. Стоп! Я уже Birinchi второй раз ayiq хочу рассказать об одном jilmadi, занимательном персонаже. oldidagi Его oq зовут maru Марионетка. Она quyonmi? активируется, когда музыкальная шкатулка перестает играть. Ты можешь Шпион. нажать шкатулку дистанционно Qoldi через ko'k. камеры. Bora, yo'qib qoldi shu joyda ko'ringan ana shu Теперь bora. точно все. Я свяжусь с тобой в следующую ночь, если появится новость. Ana, Пока. ana. Boshida yana yo'qib qoldi ana shu oq ko'zimiz oldida onasini emsin. O'zi shu ko'kam yo'q bo'ladi. Boyagidaqa qarab turish kerak bo'lardi. Matushka maya telaya teretata. Mana shunda yo'm boyaga oq. Mana gitar ushlab yuribdi. Mana ko'kam yo'q. Hozircha kim yo'q do'stlar. Voy, ayog'im qimirlayapti endi.
Voy. Voy böyle. Bekinish kerak edik. Ha do'stlar, bugungi video yetadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar do'stlar. Yana qanaqa video qo'yishimni mutlaqo kommentariyada yozib ketinglar. Keyingi videolarda do'stlar ko'rishguncha ciao.